Ha, aka, jeltirib but-butu. Agar yong'oq deb petno topsiz, mashinani shundoq beraveraman. Bo'pti. Voy, qattasanlar. Mana qora bayri ko'tini tez oplasham, mana ulab qo'ylaring, klient chiqyapti. Sotib olsam $100 qo'shib beraman yana. Assalomu alaykum. Telefonda siz bilan gaplashuvmidim? Ha, mana mashina o'zing olasanmi? Yo'q, faqat tog'am ketdi. Ozgina ehtiyot bo'lib gaplashasiz. 30 yillardir endi ozodlikka chiqdilar. Ha, onasini o'zi qani o'zlari? Mana kelyaptilar. Vrachka, mashina sanikimi? Nima xususiyatlari bor buni? Xususiyatlarimi? Mashina masla, kraskasi top-toza, orqalari ham but-buta. Agar yong'oq deb petnosi bo'lsa, mashina tekinga shundoq beraveraman. Vrachka, sekinroq gapir, miyada ignat qilsin. Men savdalashmayman. 12 ming bo'lsa, shundoq beraveraman. Barakami? Niday bog' chepasi chiqsa, hayotingda ko'rmagan kunlarni ko'rasan. Topgan pulingga dori tashiysan. Jiya pulni sana, mashina bizga o'tdi. Menga qara to'g'ri o'zini mahv qilmaganlar. 30 yillarning ikkitasi Jigulini aldab sotgan aka. Pulni urilgan bo'lgan. Kelib uni olib chiqib so'yib tashaganlar. So'yib tashaganlar? Vrachka, niyazadi, mashinani chepasi bor ekan. Nima chepasi bor ekan? Prikritili yo'q, sigaretim yoqolmayapmi? Odamni qo'rqitvardi, tartib qo'lingizni. Men o'ylayman, mashina orqasiga ulangan bilib qolsin nima.